Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlarni Ustaxona Tech kanalida ko'rib turgandan xursandman. Bugun remontda LG mikroto'lqinli pechi. Do'stlar, qisqa qilib aytganda bizda muammo nima? Ushbu LG mikroto'lqinli pechimiz ishlab turibdi, aylantiradi, lampochkalar yonadi, pult управления yonadi, lekin muammo taomni yoki biror bir narsani ichiga qo'yilgan narsani qizdirmasligi. Ya'ni umuman qizdirmaydi. Ammo ishlab turibdi. Do'stlar, kelinglar, hozir men kamerini qotirib olaman. Birgalikda mana shu pechimizni diagnoz qo'yib, birgalikda tuzatamiz. Birinchi navbatda do'stlar, hozir men LG mikroto'lqinli pechimizni hozir ishlatib ko'ramiz va o'zimiz primerda tekshirib ko'ramiz, ya'ni bizda qiziydimi yo'qmi. Bir piyola suv qo'yib, shuni tekshirib ko'ramiz. Do'stlar, ko'rib turganimizdek bizda umuman qizish yo'q, ya'ni muzdek suvimiz. Demak, biz endi bu mikroto'lqinli pechimizni yalmaganda nima qilish kerakligini va qayerni tekshirish kerakligini men sizga ko'rsatib o'taman. Do'stlar, birinchi navbatda tarelkasini olib qo'yamiz. Ikkinchi navbatda do'stlar, har doimgidek bokda quvvat simidan uzib olishimiz kerak bo'ladi, juda ham muhim. Va parametrlar bo'ylab samaralizlarni yechib olamiz. Do'stlar, bizga multimetr kerak bo'ladi. Tekshirish uchun multimetrni qarshilik rejimiga qo'yib olamiz. Do'stlar, men hozir kamerani yana ham yaqinroq, qulayroq joylashtiraman va birgalikda ushbu mikroto'lqinli pechimizni tekshirishda davom etamiz. Xullas do'stlar, bizda tekshirishimiz kerak bo'lgan narsa avvalambor set quvvat kabeli bo'ladi. Quvvat kabelini biz quvvat kabelini prozvon qilganimizda ham shkiflariga, stekerlarga bizda ko'rsatish kerak bo'ladi. Do'stlar, mana bu yerga qo'ysam yaxshi ko'rinar ekan. Ya'ni endi tekshirib ko'rsak bo'ladi. Do'stlar, avvalambor quvvat kabeli va mana bu yerda предохранитель mavjud. Mana shu предохранительni yaqinroq qilaman. Sizlarga yaxshiroq ko'rinishi uchun. Do'stlar, avvalambor mana bu предохранительni tekshirishimiz kerak bo'ladi, сетевой предохранитель. Lekin bizda mikroto'lqinli pechimiz yongani uchun biz bu shaklarni, ya'ni qo'yib yuborishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni biz shart emas tekshirishimiz. Mana bu yerda 220 volt pitaniya setdan filtrlanib chiqqandan keyin parazit toklardan tozalanadi. Bunaqasi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Xullas, quvvat tokimiz mana bu termostat orqali o'tadi. Termostatni tekshirishimiz kerak bo'ladi предохранительdan keyin. Keyin esa plata, mana bu yerda asosiy platamiz bor. Mana shu platani tekshirib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda mikro переключатель ham bor eshikda. Lekin u ham bizda mikroto'lqinli pechimizda lampochkasi yonib turibdi, tarelkasi motor ishlab turibdi, pastdagi tarelka aylantirib turuvchi. Demak, biz bu shaklarni ham qo'yib yuboramiz. Bizda основной parametrlarda bizda shubha ostiga nimalar tushadi? Bizda основной shubha ostiga magnetron, transformator, mana bu katta предохранитель, ya'ni magnetron, kechirasizlar, kondensator va transformator orasida turgan предохранитель va mana bu yerda diod turibdi ko'rganimizdek. Xullas do'stlar, bizda 5 ta narsa hozir tekshirishimiz kerak bo'ladi. Magnetron, transformator, сетевой предохранитель, kechirasiz, сетевой kuchli предохранитель, katta предохранитель, transformator va kondensatorni соединить qiluvchi kondensatorni o'zi va diodni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Qolgan narsalarimiz-chi, lampochkamiz yonib turibdi, motorimiz aylantirib turibdi, pult управлениemiz yonib, komanda buyrug'ini olyapti va mana bu yerda sovutuvchi ventilyatorimiz ham ishlab turibdi. Do'stlar, kelinglar. Endi men bir qator tekshirishni boshlayman. Do'stlar, birinchi navbatda multimetrimizni qarshiligiga qo'yib, mana bu сетевой предохранителimizni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Lekin undan oldin yaxshi izolyatsiyaga ega отверткani olib, mana bu yuqori kuchlanish o'zida saqlab turuvchi kondensatorni razryad qilish kerak bo'ladi. Ko'pgina videolarimda aytganman. Buni olamiz, korpusga tekkizgan holda kondensatorni oyoqlariga tekkizamiz. Albatta, tokdan uzilgan holatda.
Kondensatorimizni razryad qildik, ishonch hosil qildik. Bizda xavfsiz endi, ya'ni quvvat kabelini albatta sug'urib qo'ygan, uzib qo'ygan biza. Endi mana bu предохранительni ochib tekshirishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, biz birinchi navbatda mana bu предохранителimizni tekshirishimiz kerak bo'ladi. Multimetrimizni tekshirib olamiz. Multimetrimizni ham tekshirib olamiz. Do'stlar, ko'rib turganimizdek, bizda предохранителimiz. Mana предохранителimizni sal hozir kamerani to'g'rilab olaman. Diqqat qilamiz. Do'stlar, ko'rib turganimiz bizda предохранителimiz ishlagani yo'q. Kelaylik, yana bir urinib ko'ramiz tekshirishga. Do'stlar, ana endi предохранителimizni kondensator razyomidan ajratib olib, hozir ochib ko'rib birgalikda tekshiramiz. Tekshiramiz предохранителimizni. Do'stlar, ko'rib turganimizdek bizda katta предохранителimiz uzilgan ekan. Do'stlar, bu предохранителimiz nima uchun uzilganini bilish uchun biz kondensatorimizda va mana bu diodimizni ham birato'la tekshirib ketishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, men doim kondensatorimizni korpusiga, ya'ni o'zini korpusiga tekshirib ko'raman. Ya'ni korpusga tok ochilyaptimi, shuni bilish kerak bo'ladi. Juda ham muhim. Endi do'stlar, mana bu transformatorni tekshirish kerak bo'ladi. Transformator, magnitron, kondensator va mana bu diodni tekshirish haqida men YouTube kanalimda alohida video joylaganman. Mana shunga o'tib, izlab, ana shu videomni topib ko'rib olsanglar bo'ladi. Hozir bo'lsa, biz mana bu предохранителimizni ulab, qaytadan pechimizni ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, hozir mana предохранителni almashtirishga yangisini shunaqa parametrlari bo'yicha izlab olib kelaman. Mana bu yerda parametrlar berilgan. Shunga mos предохранитель menda bor. Hozir men olib kelib, o'shani birga qo'yib olamiz yoki bizga to'g'ri keladigan проводga ulab olamiz. Do'stlar, men предохранительni соответствующий to'g'ri keladiganini qo'ydim. Endi do'stlar, bizga mikroto'lqinli pechimizni ishlatib ko'rishimiz kerak bo'ladi. Do'stlar, mana ko'rib turganimizdek, bizda suvimiz qizidi. Kelinglar, yana ham yaxshiroq qizish uchun hozir yaxshiroq qo'yib olamiz. Do'stlar, kelinglar, endi ko'proq vaqt qo'yishga harakat qilamiz. Kelinglar, 50 daqiqa qo'yib.
do'stlar, bilmadim kameraga bug'i chiqishi ko'rinyaptimi yo'qmi, lekin bizda juda ham yaxshigina qizibdi. Bu 50 sekundda bizda ya'ni rejimlari bor. Fransuzskiy bir nimalar deb qo'yibdi, russkiy power bir nimalar deb qo'ygan. Ularni ham tekshirsak bo'ladi. Ya'ni ular rejimda tezroq hozir nima bo'ladi istadi. Do'stlar, endi mikroto'lqinli pechimizni yopib olishimiz kerak bo'ladi va yana ham oxirgi marta mana bu dastkani ishlatib ko'raman. Va hozir ko'rib turganingizdek bizda pechimizda hech qanaqa boshqa defektlarni ko'rmadik. Shuning uchun pechimiz ta'mirlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizga obuna bo'lmagan albatta kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, izohlarda o'z izohingizni yozib qoldiringlar. Bu bizga albatta motivatsiya bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.